2026-yil O'zbekneft gaz uchun yangi bosqich, yangi yondashuv va aniq natijalar yiliga aylanmoqda. Yil boshida ishga tushirilgan dolzarb 100 kunlik dasturi qisqa vaqt ichidayoq o'z samarasini namoyon qildi. Bugun birinchi chorak yakunlari va amalga oshirilgan ishlar sarhisobi bo'yicha ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan birgalikda matbuot anjumani o'tkazildi. Dolzarb 100 kunlik dasturi doirasida O'zbekneft gaz tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Asosiy e'tibor iqtisodiy samaradorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirishga qaratildi. Natijada 2026-yilning dastlabki choragida 2,5 trillion so'mlik iqtisodiy samaradorlikka erishilib, qo'shimcha ravishda yana 1,8 trillion so'mlik mablag' tejaldi. Geologiya, qidiruv ishlari yangi bosqichga olib chiqildi. 3 ta seysmik tadqiqotlar hajmi 4 barobarga oshirilib, yangi istiqbolli maydonlar aniqlanmoqda. Burg'ulash sohasida esa tarixiy ko'rsatkichlar rejalashtirilgan. Jami 102 ta quduq. Bu esa tarmoq samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini bermoqda. Daromadlar oshishi bilan bir qatorda xarajatlarni qisqartirish, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha yil boshida belgilab berilgan dasturlar bo'yicha ma'lum bir tadbirlar amalga oshirildi va birinchi chorakda bu o'z natijasini bera boshladi. Qazib chiqarish va qayta ishlash hajmlarining ortishi natijasida sanoat mahsulotlari qiymati 11,6 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilgi rejaga nisbatan 106% ni tashkil etadi. Eksport faoliyati ham ijobiy dinamika kuzatildi. Qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ortishi va tashqi bozorlarda yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish hajmining kengayish natijasida eksport qiymati 162 million dollarni tashkil qildi. Bu rejaga nisbatan 130% ni tashkil etadi. Qazib chiqarish yo'nalishida 17 ta quduqdan sanoat miqyosida gaz olinib, yangi konlar kashf etildi. Zamonaviy texnologiyalar va xalqaro hamkorlik jarayonlarini jadallashtirmoqda. Qayta ishlash sohasida esa barqaror o'sish ta'minlanib, gaz kondensati, suyultirilgan gaz hamda polietilen ishlab chiqarish rejalaridan yuqori bajarildi. Investitsiya siyosatida yangi yondashuv joriy etilib, har bir loyiha uning samaradorligi va strategik ahamiyatiga ko'ra baholanmoqda. Eng muhimi, inson omiliga alohida e'tibor qaratilib, xodimlarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va munosib mehnat sharoitini yaratish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, dolzarb 100 kunlik dasturi kompaniyani barqaror rivojlanish yo'liga olib chiqmoqda. Dalir Dovurov, Valixon G'ayratov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun